Bu O'zbekistonda mumkin emas-ku. Leapmotor C16 endi yangi ko'rinishda. Bu nafaqat chiroyli hamda ultra qulay mashinadir. Va o'zgarishlardan eshik ruchkalari avtomatik o'zi ochiladi hamda yurish zapas kodlari 280 km ga ko'paygan. Shuningdek, lidar qismi, ya'ni mashina haydovchisiz ham harakatlanadi. Bu O'zbekistonda mumkin emas-ku. Avtomobilning ichki saloniga keladigan bo'lsak, yangi ko'rinishdagi monitorlar hamda yozning jazirama issig'ida ham hattoki siz do'konga salqin ichimlik ichish uchun tushib o'tirmaysiz. Tayyor muzlatgich buning uchun qo'shilgan. Yana bir qulayliklardan biri endilikda orqa kapitanskiy o'rindiqlar hattoki yon tarafga ham kiradi. Bu degani siz mashinaga chiqqaningizdan keyin bemalol orqa 3-qatorga o'tishingiz mumkin. Hamda to'rtala sidenada ham massaj funksiyasi mavjud. To'g'ri, Leapmotor C16 ning yangilangan versiyasini siz hamma joydan olishingiz mumkin. Lekin kafolat bilan faqatgina bizdan olasiz. Shoshiling, mashinalarimiz soni cheklangan.